qo'ysam, birinchidan men Dünya Uyg'ur qurultiyininki a'zosi emas. Men bir avam puhramış, topda so'zlaydigan, topdagi qarindoshlarga o'xshash Uyg'ur millatininki bir a'zosi, odatki bir puhrasi men. Odatki bir puhra bo'lish suputim bilan Uyg'ur millatininki davosi va dardining dunyoga anglanishini umid qilaman. O'zim bu to'g'riliq tashviqotlarni qilaman, sotsial medialarga chiqaraman, so'zlayman, har xil shaklda hamda o'zining tashkilotlarimizning orasida Uyg'ur millatininki davosini dunyoga tunutganlari bo'lsa, shularni qo'llayman, shularning gapini qilaman. Bu bir odatki normal puhraning maydoni. Shundami? Buni g'olchilik, buni po'doqchilik, buni avtonomchilar tarafda turganlik desa, bu qamlashmaydi. Chunki har qanday bir Uyg'ur ashda o'ylaydi, shundami? Qaysi tashkilotimiz dunyoda hammadan ko'z ko'rinibdi, shu dunyo anglasa, tezroq qutulsa millatimiz deydi. Hamda tashkilotlar o'tirsida ma'munofiq, ma'munda qilgan burun, ma indigenous qilgan, ma oq qilgan, ko'k qilgan. U yana birlarini manda qilgan, anda qilgan deydi, shundami? Endi men bu diloning ichiga kirsam, men buni uqmayman. Bu 5 yil burun anda qilibdi-ki, men kelmasdan muajiratga yana birisini qo'yibdi-ki, yana birlari bir qanday o'ylarni ilib pullarni qo'yibdi-ki. Ashna gaplarda shuning bilan men bu yerda qaymoqman. Qarsam buni bunda deyotgan, u uni unda deyotgan. Shuning bilan men to'xtab birqat. Unda bo'lsa men o'lchimimni hozir kim dunyoga mening gap dardimni anglatib o'tibdi. Shuning qilib qaraychi bo'ldi. Sen onu qardaydi ekansan, u seni qardaydi ekan. Qaysan, qani dunyoga mening gapimni anglatib o'tibdi deb munda ko'zim yo'g'a ichib qarsam, hozir ma videoni ko'ramiz. Nurg'un turklar va nurg'un bir konferansda, cho'ng bir konferansda Do'lqin Aysa apandim so'zlayotdi. Xitoy qizilchin, aqldi, ko'k qildi, Uyg'urlarni munda qildi, anda qildi deb. Shundami? Demak bu pastda necha ming odam o'tdagan ekan, buning ichida har xil, har yangi o'y tafakkurlik odamlar bor. Masalan, qolisining qazroq suyi va vijdonliq, talva, qapqara shu bir gapni anglashib deb turolmaydigan saroqtirlikdan birisi bo'lsa, pastda o'tdagan. Ma gapni anglablam, bizning turk qarindoshlarimiz lagerlar solib, ma gunohlar deb eshikdan chiqiblam, shu quroldan birini apli Xitoyni, Xitoyning bozoriga kirib, vang aytibsa, bu ishqa vositalik vasli bo'lgan Do'lqin Aysa apandimning nutqi bo'ldimi yana? Shunami? Demak, bir vositlik qoldi Uyg'ur millatiga bir to'yib qo'shgan bo'ladi. Uyg'ur millatining bir qarshi tarafning bir uyg'unishini keltirib chiqargan bo'ladi. Agar bu Xitoyning ishpion bo'lsa, bu necha ming odamning oldiga chiqib Uyg'urlarning dardini so'zlamaydi. Bu bütün o Xitoyning obro'yi to'kildigan gap, nurg'un odamlar Xitoyga to'xtab menda qarshi bir tadbir olayli deb o'ylandi pastga. Shundami? Demak, bu yerda qilgan o'lchimimiz qaysi dunyoviy saviyada anglatib mening dardimni. Mani o'lcham qilmandami? Hozir mani ko'rdim, unda o'sha rostga deymanda. Bu eng odatdagi bir aqlli hech qanday tarafsiz bir Uyg'urniki o'ylaydigan xiyolimi bu? Shundami? Shuning uchun qarindoshlar, biz dunyoviy sahnalarda qo'lga kelgan imkoniyatlarimizni unda oson qo'ldan berib olsak bo'lmaydi. Ham buningga bu shu chiqib so'zlayotgan qarindoshlarimizni qo'g'dishimiz, asrashimiz kerak. Albatta ularning qilgan xatoliklari bor, albatta. Mushu tillayotganlarning xatoliklari yo'qmi? Teshilib cho'lib chiqyotdi mana. Inson bo'lgandan keyin har qanday odamning xatoligi bo'ldi. Xatoliklar ichida yurgan insonlarni ayrishdagi farq uning qilayotgan to'kpillari bilan xatoligini bir jingi sapaqimiz. Uning bir qizalg'i uchur yozganining xatoligining oldida necha million odamni Xitoyga qarshi safarbar qila olishi mavi u xatolikni necha mingasi bisib ketalaydi degan gap. Undan ekan biz albatta bu ortiqchilikni ko'ra olishimiz kerak. Sen vicdanın qaynab ayollarni qo'g'dash harakati deb shu necha ming odamga so'zlash huquqimizdan Uyg'urlarni mahrum qilsa, og'zimizni itib, ichimizda ayollarni qo'g'dash harakati qo'zg'ab tushirimiz birlarini. O'ylamaning. Nima ketib borsa, qanday yo'lga degan o'yla. So'zlanmasinmi shu Belgiyadek davlatlarga cho'ng'ig'inlar Uyg'urning davosi so'zlanmasinmi? Qani Uyg'urning boshliqlari miya kamabda birasi mushta sahnini yoritib olsak, bir so'zni sundisek desa, Uyg'urning boshliqlarini Uyg'urlar ayada xotinlar chaqchaq qildiqda igiz pas pipan qilib yuriydi o'rda. To'xtab tursin 6 oy, huquqidan istifa berish kerak deb pas cho'pchiglar.
Huquqdan istifa ber, sen çıkalamsan şeyge şu an gap miyeden. Sen çıkıp acayip sözü yazsan olur diye onu istifa bergitsen. Bu kanda gap bu eskilik bucu. Bu şumluk uçurungan bunun keynigen. Bizden çıkıp sözlemeysen uyandı oturup bilip kat kılıp sözleyenlerine çık geçsin ahvalsın. Elim o Xudayım sana o kokulu güç vermem diken şu an. İşekkimin güz vermeyen diyenlik şu bu mening ko'z qarashlarim ahvol bildirdi de bir haqiqatni ko'rsatdi de insonlar. 6 oydan keyin saylan bo'ldi ekan, chiqib ketsin, saylang'ich top tursin, o bu. Hammamiz qo'rqdik. Yana bir navbat saylanishini umid qilmayman bu apandimdan. Chunki dunyoda nurg'un siyosiy tajriba to'pladi, nurg'un davlat rahbarlari tunidi, yunqin yig'inlarga ko'rdi, nurg'un siyosiy tajribalik bo'ldi. Buni yana bir yoshni tarbiyalab qachon shu akilsa Gerçi bu demokratik usullar xilaf bo'lgan bilan hozir alayid ahvol Uyg'ur millati irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Xitoy har kuch bilan bizni chuv yutma buzib yutma deyotgan alayid ahvolda alayid siyosat qo'llash kerak. Bu mening shaxsiy fikrim va bu fikrimga balkim ta'sir qilmaydi. Men shunday o'ylayman. Yana bir nima saylanish kerak bo'lgan ekan. Qolgan tarbiyalayotgan odamlar bekkilik nima deymiz? Tecrübelik emen. Şunun için işte pişkan, tecrübelik adamlar lazım Uyghur davası kardeşler. Onu aldırıtmaz, eskiti, akti, kökti. Onda bolsa saat çoğun çıkıp sözleşin gerek. Çoğun dünyavi sahneler çıkıp sözleşin gerek aldı bilen. Şunun bile ölçü özanlı. Hemen sözleyelim hem yokla dese uçakta meyde deyimizde bizden sözleyemeyse, sözleyeni yok dese oturumuz köküre uçak seni yoktunuz da birleşik.